Salom qizlajonlar. Mana meni glina zapaskalarim shular. Menda boshqa yo'q. Bular ko'plari o'sha Qozog'istondan olib kelganimdan qolgan. Keyin sovg'alar. Momarskaya glina. Bu ko'ki juda ham tuzli. Uncha ko'p emas, normalniy. Bu sariqlari. Bu vatutin. Menlarimdan vatutin qolgan. Ozgina sevrikova bor. Bu qirg'izskiy bor. Uralskiy, голубой o'zbechka, pechenkalar. Bu sharikilar. Bular ham menda faqat shular bor mana qizlajonlar. Uralskiylar mana bu. Mana bu uralskiy. Keyin mana bu uralskiy bor. Shulardan sizlarga yeb chiqish qilib beraman. Ozroq bo'lsa ham. Mana kroshkalarim bu. Har xil glinalardan. Bashkirskiy bor bunda, gulvata bor, marskaya glina bor, sevrikova kroshkalari bor. Mana shu menda zapaskalarim qizlajonlar. Menda boshqa yo'q. Glina sotganim yo'q qizlajonlar. Qaranglar, ranglari qanaqa chiroyli. Menda bor glina mellar shu. Mellarim ozginaroq, ko'p emas. Bu glinalarim mana shunaqa. Shu ko'rinishda glinalarim mana bu. Shulardan yeb sizlarga chiqish qilib berib turibman qizlajonlar. Faqat video vaqtida yeyman, boshqa vaqtida umuman yemayapman qizlajonlar. Sizlar ham kamroq yeyishga harakat qilinglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar qizlajonlar. Mana bu semichka. Semichka shunaqa bo'ladi. Bu ham Qozog'istondan kelgan. Mana bu Turkiston. Shunday zo'r qumli, haqiqiy tuproq isi kelib turadi shundan qizlajonlar. Nukus glinasi. Salomat bo'linglar qizlajonlar.